Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun 19 fevral Qo'qon mashina bozoridan Matizlar narxini yoritib beramiz do'stlar. Matizlar narxlari suv tekin bo'lib ketdi, chunki bahorda o'zlaringiz bilasizlar, hammada ham pul bo'lavermaydi. Juda ham arzon narxlarda ekan do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda eng arzonlaridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Yili yangisidan ham ko'rsatamiz, yili eskisidan ham ko'rsatamiz do'stlar. Xudo xolasa biz boshladik, podpishka qilib, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa aka nechinchi yil bu? 2007-yil. 2007-yil. Probega 480 ming yurgan. Kraska bor bunda. Kraska 20-30% bor. 2007 yil. 30% bor. Xo'p, endi yil eski bo'lgandan kraska bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Toza mashina qiyin. Balonlar yangi. Balonlar yangi ekan. Motor korobkalar qalay aka? Motorlari zo'r, korobkalari zo'r. Prostek gidravlika. Oldilarida udari yo'q. Udari yo'q, ha? Shu gullagan nima joylari bor. Xudo xolasa qancha yurgan aka kilometr? 480 ming yurgan. 480 ming yurgan. Mana 65 talik metan baloni bor. 2 yil surogi bor. Xo'p, yana 2 yil surogi bor, 27-yilgacha ekan surogi do'stlar. Xudo xolasa 2 yil bor ekan. Probeglarni ko'rsatdik, kraskalarni aytdik. Umuman aybi yo'qmi aka, xudo xolasa? Yo'q, aybi yo'q, shu minish kerak. Narxini qancha qilib beramiz aka? Narxini shu 2,5 deyapmiz, kami bor. 2,5 ming. O'tib berar ekan, xudo xolasa 2,5 ming. Salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Do'stlar, dehqonchilik mana saloni o'rtacha holatda, juda tiniq ham bas. 2007. Yaxshi ham yomon ham deb bo'lmaydi mana. 472 ming yurgan ekan. Xudo xolasa 4,5 mingni o'tib berishar ekan. Aka, telefon nomer berasiz aka? 97lik. 97lik 966 966 3686. 3686. Любой dokument bo'laveradimi aka? Bo'laveradi. Gen boshqa hammasi. Hammasi bo'laveradi. Xohlagan dokumentlarni qilib berishadi do'stlar mana. Xudo xolasa eng arzonlarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xo'p, navbatdagi Matizimiz 2017-yil. Xudo xolasa kraskasi qanday aka bularda? Aka, kraskasi mana shu bitta qanotida shamol darvoza tekkanda shuni qanotni o'zida bor xolos. Qolganda. Ha, shu kraska 17-yil. Balonlari mana holati yaxshi do'stlar. Xudo xolasa qancha yurgan bu aka? 370 ming yurgan aka. 370 mingdan ozgina oshgan. Salonlar ko'ryapsizlar, kovrik tashalgan. Chexollari o'rtacha holatda. Balon surogi do'stlar 65 talik metan, 17-yil qo'yilgan ekan. Xudo xolasa 32-yilgacha ekan balonni surogi 32-yilgacha ekan. Aka, suyagi butun xudo xolasa. Suyak butun aka, umuman kelatyapman. Yo'q, zo'r, motor ideal holatda mashina ekan. Etishlar bo'yicha shunaqa endi. Prosto gidravlika deb ham qo'ysangiz aka, gidravlikalar qo'yilganda. Prosto gidravlika qo'yilgan ekan, hamma holati do'stlar mana ko'rdilar. Ozgina petnosi bor. 17-yil. Aka, narxini qancha qilib beramiz? Aka, 4200 dan tushib beramiz aka, xudo xolasa. 4200 siz obunachilingizga. Realni oladiganlar aloqa chiqaverasizlar, chiroyli narxda qilib berishadi. Gen ham qilib beraveramiz o'zimning nomimda. O'z nomingizda. Gen toza. Ha, dokumenti toza. Dehqonchilik ekanda, dehqonchilik. Nomer berasiz aka? Telefon nomeri. 99lik 99lik 055 28 98 98 98. 055 28 98 do'stlar. Xudo xolasa toza deyishdi mana ko'rdilar. Ozgina metrda petno bor ekan. Kilometrlari juda ko'p bas, balon suruklari yaxshi. Mana 32-yilgacha ekan. 65 talik metani bular. Do'stlar, aloqa chiqaverasizlar, ha? Hurmatli obunachilar, navbatdagi Matizimiz sap-sariq Matizimizdan mana. Xolasa nechinchi yil aka bu? 2008-yil aka. 2008-yil. Probegi qancha bo'lgan aka? Rosa 300 ming bo'ldi. Rosa 300 ming probeg ekan. Do'stlar, mana salon qismini ko'ryapsizlar. 300 ming to'chini yurgan ekan. O'rtacha holatda chexollari. Balonlari yaxshi ekan. Balon surogi qancha aka? Balon yangi aka. 65 talik yangi qo'yilgan bo'lsa 32-yilgacha bo'ladi endi va. Baloni 2032-yilgacha surogi bor ekan. Do'stlar, endi to'nli kraska qilingan, bu 100% sariqqa bo'yalgan, o'zi butun bo'lganda deyishyapti. Narxini qancha qilib beramiz aka? $2800 kam bor. $2800 kami bor. Dokument qanaqa ular bo'yib to'g'rimi? Gen dedim, o'tkazib olaman dedim, hamma tomoniga unaqa qilib o'zimiz nomimizda. Dehqonchilik do'stlar, o'zlariniki. Tirikchilik bas ekan.
Motor korobkalar zo'rmi aka? Motor u yoqdan bu yoqqa umuman yog' yemaydi aka. 1 gram yog' yemaydi. Mana do'stlar, rama qismlari butun. Hamma yo'lni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa narxini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa, do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeri berasiz aka. 93lik 93lik 641 641 0079. 0079. Xudo xolasa Telegramimiz bor aka. Telegramimiz bor. Telegramdan ham yozaverasizlar aka. Telefon tushirmasalar mana. Hurmatli obunachilar, keyingi Matizimiz mana Matiz Best'dan ham chiqaryapmiz. Xudo xolasa 13-yil Best. Yurgan kilometr qancha aka buni? Kilometri 150 mingga borib qoldi. 150 ming. Do'stlar saloni ko'ryapsiz, tiniq holat turibdi. Kovrik tashalgan, chexollari zo'r salon bo'lsin. Mana chiqadiga detaliga kulish tegmagan. Kapot chiqadiga kulish tegmagan. Do'stlar hali kraska tozami aka? Bormi? Arqa mana kalinkada bor kraska. Nechta bor? Menda yo'q deb bergani chiqib qoldi kraska. Ketno deyiladi endi, ozgina. Petniki mana bu yerda chiqib qoldi. Mana bu yerda bor. Bo'ldi. Rama qismida ozgina bor, orqa kapot qismida bor. Motor korobkalar qilay aka. Yaxshi. Suya butun mana. Best 2015. Yurgan kilometrini aytdik. Xudo xolasa Best boshqacha bor. 65 talik metan. Xo'p. Surogi 2032-yilgacha ekan baloni. 2032-yilgacha motor korobkalarda ayb yo'q deyishyapti. Xudo xolasa balonlarni ko'ryapsizlar. Balonlar ham zo'r, yangi ekan. To'rtta balon tiniq ekan bir 70 kilometr endi yurdi. Yangi. 3 kun oldin qo'ygandim 1 million 700 mingga. 70 kilometr yuribdi. Yaxshi balon qo'ydim. Xohlasa aka narxini qancha qilib beramiz? Narxini 4 mingdan tushib beraman. 4 mingdan. Ha. O'tib berasiz aka. Ha, sizni Xudo xolasa. obunachilaringiz telefon qilsa. Ashida ozgina kraska bor ekan, petnosi, ramasida, bu Kaltada yerda bo'lmagan. qanotida ozgina bor ekan. Bu Best boshqacha mashina, o'zlari biladi hamma buni. Narxini aytdik, endi bitta nomer berasiz aka, ishlaydigan nomer bering. 90lik 90lik 304 304 70 60. 70 60. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Aka, dokument bitadi 100%. Ha, aqlchiligimizniki aka. Ha, dehqonchilik afarmiliyga sotaman. Arzon qilib beraman. Fermerlarga O'tkazib olishadi. Dehqonchilik. Dokument shu yerda bitadi do'stlar mana. Toshkent nomer ekan. Mana shu Qo'qonda dokumenti 100% bitar ekan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Matizimiz 2006-yil Best, bu ham Best chiqaryapmiz buni. Xudo xolasa aka, kraskasi qanday bo'lardi? 30-40% bor aka, lekin butun mashina. Mashina suyagi butun, 30-40% kraska bor. Probegi qancha ekan? 427 mingmi bo'ldi? 400? 27 ming. 427 ming. Do'stlar, kovrik tashalgan, chexollari yangi qadalgan ekan. 427 ming yurgan ekan. Motorga korobkalar zo'rmi aka? Aka, yog'larga almashtirib kelgan. Aybi yo'q a? Ya, xudo xolasa yo'q. Korobkalar. Aybi yo'q, moyi yangi almashtirilgan ekan, ramalar mana butun. Xudo xolasa Butunligi zo'r. baloni. To'rtta balon yangi, polichi qo'li yangi. Pultigacha bor. Pultigacha bor, keyin ana tonirovka qilingan. Balonni surogi akalar 2 yil qolibdi lekin. 2027 da tugaydi ekan balonni surogini aytib ketyapmiz. Xudo xolasa 2027 da almashadi. Hisobini chiqarib olaverasizlar. Narxini qancha qilib beramiz? Bo'lerga olib aytaylikmi, savdolashishga olib Bo'laylik aytaylik. aytavering aka. 29 ga beraman. 2009. Ha, 2009. 2009 qilib berishar ekan. Dokument 100% biz Ha, aka, oldin dokument keyin pul berishadi. Dehqonchilikmi o'zi bu? Yo, tirikchiligi oldin Bu dokument bo'ladi, keyin pul mashina berishadi. o'tkazib berishadi, keyin pul sanalar ekan. Xudo xolasa. Narxini ham ko'rsatib yuboring aka. Keyin nomerni qo'yib yuboramiz. Bunisi necha aka? Bu 2009 buniki. 2009-yil. Men o'zim nomerimni beraman. Xudo xolasa, mana kovrigi bor, chexol qadalgan ekan. 404 ming. 404 ming yurgan ekan. Xudo xolasa balon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, balonlari mana yangi qadalgan ekan. To'rtala balon yangi. Xudo xolasa motor korobkalar zo'rmi aka? Ha. Rama butun mana. Rama butun ekan.
Motor korobkada air Buni yo'q. kraskasi juda ko'p emas ham aka. Moyini bittani almashtirasizmi, no'rasi, boshqa rasxoti yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa 2009. balonni surogi bu ham Bu 3,5 inch ekan bu. baloni eski lekin aka. Bor 65 30 talik. bor aka, lekin Eski mana Ha, 2000 yil qo'yilgan. Xudo xolasa 2017da, 2027da tugadi. 2 yil qolibdi surov. 1 yil, 2 yil qolibdi surovga. Balonni almashtirilgan holatga kelib qolgan. Sen nomini chiqing. Xudo xolasa narxini qancha qilib beramiz aka? Buni 33 ga beramiz oxiri. 3300. 3300 ga qilib berishadi. Kirasi qancha dedik? U aka juda ko'p emas, narsa bo'lsa 30%. 30% kirasiga bor. 3300 aytishyapti narx. Salonlarni ko'rsatdik. Kimga qiziq bo'lsa, do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Aka telefon nomer bering aka. 90lik. Salonni ko'rsatdik mana. Telefon nomer berasiz. 90lik. 90lik 628 628 55 85. 55 85. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bu. Telegram, WhatsApp bor do'stlar. Mana shu ikkala mashina shulardan ekan. Tirikchilik ekan. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, navbatdagi Matizimiz 2013-yil. Xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz. Probegini aytaylik. 344 mingmi, 343 ming? 344 ming yurgan ekan. Ha. Tovri qilingan. Chexollar mana yaxshi holatda do'stlar. Kirasi qanday ekan? Kraskasi bir gidi yonlarida bir 20-30% kraskasi orqasi oldi butun. Ozmoz kraska bor. Xudo xolasa oldi butun rama qismi butun ekan. Ramalar ko'ryapsizlar, Hamma yoq butun. zo'r. Benzinda yurgan, gaz, motorda hech narsa kamchiligi yo'q, hamma narsalari chotki, motori ochilmagan mashina. Xudo xolasa benzinda ekan. Benzinda yurgan. 92 benzin qo'yib yuraman, toza. Benzinda yursa. Aka dehqonchilikmi bu? Ha, dehqonchilik. Dehqonchilik ekan. O'tkazib oladi omma lekin mashinani. Xudo xolasa General bermayman. o'tkazib oladi. olish balonlari yaxshi. Yangi holatda turibdi. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa mana do'stlar 3800 dan o'tib beraman. 38 dan yana o'tib berishadi. Xudo xolasa Mashina chiqimi yo'q, hadovoy, padovoy hamma narsani qilib berganman. Klapni tortirib, injektor tozalatib, hamma yoq chotki, hech narsa chiqimi yo'q bitta. Bittadimda o'taladi mana. Hozir o'tarib ham ko'rsatib oladi, minadi, hech narsa. Ha, hech narsa chexol polik, mejaga pultlargacha bor mana. Mashina benzindan yurgan, oziz ekanda, xudo xolasa metan ko'rmagan ekanlar. Mana bittada o'taladi mana. Ishlashini ko'r, ishlashini. Gap yo'q. Ishlashini ko'ring mana. Ozmoz petmosi bor. Ha. Xo'p. 3300 dedingizmi Ha, aka? 3800. 3800. Qarshi yarim pulini bersa, Ha. variantga ham 4000 so'mga 2000 bersa, 4000 ga chiqaraveraman, 4 oyda beraveradi 500 qo'shib. Bo'ldi aka. O'shanga ham beraveramiz. Xudo xolasa telefon nomer bering endi aka. Telefon 98 dik. 98 558 Aha. 28 Hop. 25. Mana shu nomerga aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana ma'qul bo'lsa olaverasizlar do'stlar. Benzinda yurgan mashina. Metanda hali ko'rmagan. Nazar To'y qiling. variantga ham beraveramiz. Variantga 2000 ni keladi. bersa 2000 ni 3-4 oyda beraveradi 500 qo'shib. Xudo xolasa do'stlar aloqa chiqaverasizlar. Narxlari zo'r, chiroyli narxda bo'ldi. Narx 9-8 da ham Qadrdonlar, navbatdagi Matizimiz 3,5 mingdan tushib beramiz. Kraska 2 eshik arqa kirilo. Kraska ozgina bor deyishyapti. Yo'q, genisiz, gen 600 Qayerda bor aka kraska buni? Kraska aka mana shu liniyani pastida. Ha, liniyani pastida 2 eshik. Teshikda 10 kraska bor ekan, petno qilingan, xullas. Suyagi butun ekan, balonlari o'rtacha holatda ekan baloni. Ikkoni ham qo'yib yuboring. Balonlari o'rtacha holatda. Motor korobkalar zo'r aka. Motor aka bir oy bo'ldi qilingan. Qanday bo'ldi? Yangi qilingan. Yangi, ha. Ramalar mana do'stlar. Butun mashina. Butun mashina. Qancha yurgan aka? 300 ming yurgan aka. Dolasi 300 ming probeg ekan. Kovriklari tashalgan, chexollari yangi turibdi. Yangi chexol. Probeg 300 ming, 305 ekan. Ozgina kraska bor deyishdi. Mana ikkala eshikda ozgina petno bor. Metan suroklarini aytadigan bo'lsak, metallar yangi ekan. 65 talik 2032-yilgacha. Xudo xolasa surogi. Aka narxi qanchaga beramiz uni? Narxi 3600 dan tushib beramiz aka. 3600 dan tushib berishadi. Tirikchilikmi aka? Tirikchilik. Tirikchilik ekan. Xudo xolasa dokumentda muammo yo'q. Yo'q, dokumentda muammo yo'q aka. 14. Toshkent mashina Qo'qonda bitadi dokumentlar, hammasi do'stlar.
Xudo xolasa uncha qilib kutgan ma'lumotlar endi telefon qilib so'raverasizlar. Nomer berasiz aka? 95lik 95lik 4-0 4-0 834. 834. Sizlar aloqa chiqyapsizlar, ranglari ham mana chotki. Kimga qiziq bo'lsa, ma'qul bo'lsa, faqat chiqaverasizlar. Chiroyli narxda berishadi, xohlasa.